Vodiy xalqining azaldan mirishkor va qarich yerdan ham unumli foydalanib keladigan mehnatkash insonlar ekanliklari hech kimga sir emas. Namanganlik uddaburonlar uy tomida qulupna yetishtirganliklari haqida avvalgi lavhalarimizda ham xabar bergan edik. Endi esa ishbilarmonlar tomda bedana parvarishiga ham qo'l urdilar. Bu usul samarali bo'lib, ortiqcha joy ham talab qilmaydi. Eng muhimi, ushbu xonani isitish uchun hech qanday qo'shimcha moslamaga ham ehtiyoj sezilmaydi. Muxbirimiz jarayon bilan yaqindan tanishtirish uchun manzilga bordi. Malikjon Mamajonov so'nggi 8-9 yildan buyon parrandachilikning bedana parvarishi yo'nalishida faoliyat yuritib kelmoqda. U ko'p yillar xorijda mehnat qilgan bo'lsa-da, musofirlikning o'ziga xos qiyinchiliklarni yengib, oxiri yurtiga qaytib, oilasi bag'rida ish yuritishni ma'qul topdi. Bedanachilik esa uning uchun ham qulay, ham manfaatli sohalardan biri bo'ldi. Yangi Namangan tumani Yoshlik mahallasida yashovchi tadbirkor bu yil noodatiy usul uy tomida bedana parvarishini sinab ko'rdi. Tomni issiq sovug'ini to'sadigan holga keltirib, shovqini qo'ni qo'shniga malol kelmaydi, ham hidi ham yuqorida bo'lgani uchun qo'shnilarga malol kelmaydi, bilinmaydi. Ham masalan biz uyni tagida o'zimiz yashaganimiz uchun o'zimizni isitamiz, ya'ni isingan issiq tabiiyki tevaga ko'tariladi. Haligini issig'i befoyda ketmasdan bedana xonani ham isitadi. Hozir turishi mana hozir 20 gradusdan ochiq turibdi. Bu yerda hozir hech qanaqa isitish moslamasi qo'ymaganmiz. O'zini o'zi isitadi bedana. Qolaversa pastdan bizning uyimiz issig'i ham ko'tarilib yordamlashib turadi. Mahallada faoliyat yuritayotgan hokim yordamchisining tashabbusi bilan ushbu yo'nalishni yanada ommalashtirish, mahallada kambag'allik va ishsizlikni kamaytirish rejalashtirilgan. Hozirda unga yaqin xonadonga 100 tadan bedana tarqatilib, ushbu oilalarning daromadini oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Kelgusida bu ko'rsatkichlarni yanada oshirish maqsad qilingan. Hozirgi kunda xonadon ishlash bo'yicha juda ko'plab ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Mana hozirgi tadbirkorimiz xonadonda tomdan unumli foydalanib, yuqori qavatga bedanachilikni tashkil qilganlar. Bu aholiga ham, qo'yni qo'shniga ham zarari yo'q. Agar hozir mana tomda meva yetishtirish va bedanachilikni yetishtirish agar samara beradigan bo'lsa, kasanachilik asosida xonadonlarni ko'paytirishni maqsad qilib qo'yganmiz oldimizga. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, muntazam ravishda bedana tuxumni iste'mol qiluvchi odamlar yurak xastaliklari, qandli diabet, nafas tizimidagi kasalliklar, jigar, oshqozon, buyrak, qalqonsimon bez, kamqonlik va asab tizimi kasalliklaridan kamroq shikoyat qiladilar. Shuningdek, parvarishning bunday noodatiy usuli nafaqat samarali, balki yuqori daromad manbai ham hisoblanadi. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.